Erta tongdan yana bir yomon xabar tarqaldi. Jizzaxda baxtsiz hodisa ro'y berdi. Jizzax viloyati Zaribdor tumanida 28 yoshli Nexia 3 haydovchisi boshqaruvni yo'qotishi oqibatida Kia bilan to'qnashdi. Kia haydovchisi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Bu haqida Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, 7 aprel kuni soat 15:30 atrofida Zaribdor tumani Mirobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan A376 Qo'qon Jizzax avtomobil yo'lining 128-kilometrida 97-yilda tug'ilgan haydovchi Nexia 3 rusumli avtomashinasini Jizzax Dashtobod yo'nalishi bo'yicha boshqarib ketayotgan vaqtida rul boshqaruvini yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan 78-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Kia rusumli avtomashinaning yo'liga chiqib ketishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Bildirilishicha, ushbu hodisa oqibatida Kia haydovchisi olgan tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda mazkur holat bo'yicha Zaribdor tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Buxoro viloyatidan Toshkent shahriga yo'lga otlangan Al-Comfort Bus MCJga tegishli bo'lgan avtobus halokatga uchrash oqibatida avtobus haydovchisi vafot etgandi.